Bundan oldingi videomizda Buxoro viloyati Olot tumaniga xuddi shunday formatda ko'chma do'konni joylashtirayotgandik. Endi bu do'konimiz Navoiy viloyati Zarafshon tumaniga yo'l oldi. Razmerlari 5x3, ya'ni 15 kvadrat metr oziq-ovqat do'koni uchun mo'ljallangan. Ushbu ko'chma do'kon uzoq yillar mobaynida egasiga xizmat qilishini tilakdoshimiz. Agar sizga ham xuddi shunday do'konlar kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqing yoki pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'ting. Izohlarda plyus belgisini qoldirsangiz, o'zimiz sizga aloqaga chiqamiz.